Janob Mikoto, orqangizda. Ololiy chaqmoq. Ancha qiynalamiz deb o'ylagandim, ammo hammasi yaxshi bo'ldi. Ha, bu uchun Mikoto senga kattakon rahmat. Yo'q, rahmat aytishga hojat yo'q. Axir sizlarga yordam berish uchun keldim-ku. Yo'q, siz bizga juda ko'p yordam berdingiz. Ha. Qo'shimcha yordam bilan 3-qavatda yurish juda ham oson. To'g'ri. Uchalamiz bo'tga kelganimizda mo'jiza sabab tirik qolgandik. Kechirasizlar. Biz bo'lmaganimizda bunday holatga tushmagan bo'lardingizlar. Hammasi yaxshi, Mikoto-san. Hammasi orqada qoldi. Lekin baribir ham bu haqida tashvishlanma. O'rta daraja. Biz hali ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ammo avvalgidan ko'ra biz ancha kuchliroqmiz. Va bundan buyon ham yanada kuchayamiz. Va unga yanada yaqinlashaman. Mani qutqarib qolgan insonga. Birinchi qism. Qani oldik? Yangi darajangiz bilan tabriklayman. Rahmat. Bu ikkinchi darajami? Agarda guruhingizdagi eng yaxshi temirchiga aylansangiz, qurollaringiz narxi keskin oshib ketadi. Ha. Endi xonimni sharmanda qilmaslik uchun ehtiyotkorona harakat qilishim kerak. Demak, bu degani guruhimizning oxirgi yig'ilishi, to'g'rimi? Biz zindonga faqat darajamizni va hunarmandchilik qobiliyatlarini oshirish uchun birga borardik. Endi bizani ushlab turadigan hech qanday sabab yo'q. Bunchalik tushkunlikka tushish shart emas. Men o'zimga xohlagan narsaga erishgan uchun sizlarni tashlab ketmayman. Xavotirlanmanglar. Biz birgalikda qolamiz. Ammo Mikotoyim kelsa yaxshi bo'lardi. Biz endi begona emasmiz. U ishi borligini aytdi. Ehtimol boshqa guruhdan bo'lgani uchun bizani yig'ilishimizga kelmagandir, ha? Bunday dema. Axir biz ham bitta guruhdan emasmiz-ku. Ha, bu ham to'g'ri. Janob Pil, yaqinda yana darajangizni oshirasizmi? Shunday bo'lsa kerak, 18-qavatda anchagina qobiliyatlarim oshdi. Xo'y, buncha shoshilasan. Axir endigina senga yetib oldim. Va endi 3-darajaga o'tmoqchimisan? Menimcha bu vaqt masalasidir. Ovozingni o'chir. 3-daraja haqida gapirdingmi? Sani rekordchi yoki boshqa narsa deyshadimi bilmayman. Ammo sen odamlarni aldamasliging kerak. To'g'ri, sizlar 2-darajani oldinglar. Ammo qo'rqoq quyonga o'xshab qochib yurganlaring uchun va keyingi darajaga o'tish bilan maqtamoqsizlarmi? Sizlarning o'rninglarda bo'lganida nima o'yinda qo'rqib o'tirgan bo'lardim. Yaxshi, yaxshi. Bunga e'tibor bermang, janob Pil. Ha. Qaranglar. Qanday ajoyib guruh yig'ilgan, to'g'rimi? Hech narsaga yaramaydigan temirchi va yordamchi maymun. Va menimcha bu havaskor firibgar bo'lsa kerak. To'g'risi hayron bo'ladigan joyi yo'q. Qo'rqoq quyon guruhi eng zaiflardan biridir. Ha, yo'q. Faqat ko'kragi bilan ajralib turadigan ahmoq ayol boshqaradi-ku, axir uni, to'g'rimi? Va uning bor obro'yi ham shu. Kechirim so'ra. Janob Pil. Nega hamma gapim to'g'ri? Haqiqatda tan ol. Axir sen bu ma'budiga xizmat qilishdan juda ham uyalasan, to'g'ri emasmi? Qo'limdan chiqib ketdi. Voy sen! Yana boshlandimi? Yana kim jang qilmoqchi? O'zingni bos. Will! Janob Pil! Sanda bor narsa shumi? Kichkina qiziqchi. Men seni oddiygina turtib qo'ydim. Oxir Apollon guruhidan.
U Apollon vakili Hyakinto-ku. U 3-darajadami? O'rtoqlarimni xafa qilgan katta to'lov to'laydi. Va uni hozir joning bilan to'laysan. Bu yerda ham bir to'da jinnilar bosib ketgan ekan. Va ichimga xalaq bermasdan, hozir ket. Hozir kayfiyatim yomon. Ketdik. Burningni xayr yerga tiqaverma. Janob Bill, yaxshimisiz? Bu nima edi? Hechirsan tushunmadim. Yaxshiligingdan xursandman, Bilkun. Men janjaldan keyin uyga kelishingizga o'rganganman, ammo bir tarafdan juda xafaman va xursandman ham. So'nggi paytlarda janob Bill o'zini g'alati tutyapti. Menimcha bunga janob Bill aybdor. Bu adolat emas, kichkina Lili. Malhamni yaxshiroq surtolmaysanmi? Yoqmayaptimi? Lekin janjal qilish kerak emas deb o'ylayman. Juda yomon kaltak yebsiz. Lekin ular Kami xonimni haqorat qilishdi. Ularning gaplarini eshitibman. Men haqimda tashvishlanganingiz uchun juda ham xursandman. Ammo bunday narsalar meni xafa qilganida, men bunday yurmagan bo'lardim. Kami xonim. Keyingi safar ularning gaplariga ahamiyat bermang. Ularga ayting, Kami xonimning mavqei shunchalik yuqori bo'lgani uchun bunday narsalarga e'tibor bermaydi. Mayli, keyingi safar gapingizga kiraman. Kami xonim, kechiring. Lekin ularning keyingi harakati xavotirlantiryapti. Umid qilamanki, ular qasos olish uchun kelishmaydi. Ular qaysi guruhdan edi? Apollon guruhidan. Nima? Apollon guruhi bilan janjallashdingizmi? Ha. Kami xonim ham ancha gapirdi. Shundoq ekan, bunday gaplarga umuman e'tibor bermaslik kerak. Va bundan keyin bunaqa voqealardan uzoq yurganingiz ma'qul. Kechirasiz, Innoson. Mayli, hammasi orqada qoldi. Lekin keyin e'tiborli bo'ling. Guruhlar o'rtasida jang shaharni jang maydoniga aylantirishi ham mumkin. Tushunarli. Hozir 10-qavatga bormoqchimisiz? O'tdan xavfsiz o'tishga harakat qilaman. Tushunarli. Omad tilayman. Ha. Siz Bill Cronelsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Buni xonimingizga berib qo'ysangiz. Meni ismim Dafna. Bu esa Kassandra. Hozir o'ylaganingizdek, biz Apollon guruhdanmiz. Bu janob Apollon sharafiga o'tkaziladigan ziyofat uchun taklifnoma. Lekin kelishingiz ham shart emas. Biz vazifamizni bajardik. Xayr. Hali yana ko'rishamiz. Apollon guruhidan taklifnoma olganimga ishongim kelmayapti va aynan hozir. Endi unga aniq yo'q deya olmayman. Ma'budlar ziyofatimi? Ha. Odatdagidan birozgina farq qiladi. Apollon bilan gaplashish qiyin, hatto ma'budlar orasida ham. Yaxshi, zo'rg'a keldi. Men Miyaxa va Takini ham taklif qilaman va biz birgalikda boramiz, Bilkun. Hammamizmi? Juda ajoyib ko'rmasiz, Bilkun. Qo'rqmang, sizda uyaladigan hech narsa yo'q. Ha, tushunarli. Apollon guruhi bu ziyofatga sherik bilan kelishdi yozishibdi. Ba'zida uni kallasi yaxshigina ishlab qoladi. Sizdan juda minnatdorman, Hestiya. Siz nafaqat kiyim, balki arava bilan ham ta'minladingiz. Men buni sana o'ylab qildim, Nazakun. Ba'zan hashamatdan bahramand bo'lish kerak. Sizga kattakon rahmat, Hestiya xonim. Takimi Kazuchiki guruhi ham yetib keldi. Qani unda kirdik.
Ha. O, Hestia, Mexa, Belkin va Nazachan ham. Har doimgidek juda ham shovqinlisan, Germes. Lekin seni Taki bilan ko'rib hayron qoldim. U bilan birga kelishni istamagandim. Bunday gapirma, Taki Mizakochi. Axir biz Bil va uning do'stlarini birgalikda qutqarishga harakat qildik, to'g'rimi? Xo'y, uzoqroq tur. Mikoto-chan juda ham yoqimtoy ko'rinadi va shu jumladan siz ham. Endi bunga qaranglar. Mana Asfiyam ham juda ham chiroyli, to'g'rimi? Hozir bas qiling, janob Hermes. Bo'lmasa kaltak yeysiz. Qizarib ketsang juda chiroyli ko'rinasan-da. Azizlarim, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Mana uyning egasi paydo bo'ldi. Demak bu janob Apollonmi? Ha, shunaqa ko'rinadi. Bugun odatdan ko'ra boshqacha ziyofat o'tkazishga qaror qildim. Xo'sh, maza qilyapsizlarmi? Go'zal kiyimda turgan sherigingiz va bunday ajoyib ziyofat. Bu ajoyib, to'g'rimi? Yashasin Apollon! Ajoyib! Bu yerga kelgan janob va xonimlarning farzandlari bilan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu yangi uchrashuvlar kechasi bo'ladi. Buni his qilyapman. Bunday uzoq tunda endi esa mazza qilinglar. Apollon bilan gaplashmoqchimisan? Yo'q, faqat Kami xonim bilan birga ko'rishimiz ham mumkin. Apollon bilan ma'budlar dunyosidan beri tanishmiz. U juda ham qiziq odam. Ayniqsa suhbat sevgi haqida bo'lsa. Hestia. Buni so'rama. Va shuningdek u hech narsani unutmaydi. Nimani nazarda tutyapsiz? Yana bir maxsus mehmon. Bu ikkisi kim? Albatta u haqida eshitgansan. Freya xonim. Freya guruhidan. Freya xonim. Unga qarama, Bil. Erkaklar uni ko'rganda uni jozibasidan darhol ta'sirlanib ketadi. Anchadan beri ko'rishmadik, Hestia. Miyaga va Takemikazuchi ham yaxshimisizlar? Ha, shunaqa. Salom. Siz har doimgidek juda ham go'zalsiz. Balki bugun kechasi ajoyib tush ko'rarman. Pascal! Nega bunaqa qizarib ketding, Bil? U har bir erkakni tiriklay yutib yuborishga tayyor. Hatto ko'zingni qimirlatishga ham ulgurmaysan. Kechirasiz. Qanday yomon. Men Hestiyani g'azablantirganga o'xshayman. Biz keta qolamiz. Kichkina maymunlar shotda ekan. Ayson. Qachon botga kelishga ulgurding? Sen shunchalik ko'rimsizsanki, seni kelganingni ham sezmadim. Og'zingni yeb, ahmoq. Hamma Freyga tikilib qolgancha menga e'tibor berishmadi. O'shaning uchun menga va Aysga hech kim qaramadi. Birovni ayblayapsanmi? Va nega erkaklarga o'xshanib kiyinib kelding, to'g'rimi? Nima, ko'hraklaring bilan o'qaladimi, ha? Ahmoq, bugun bosh rolni Ays o'ynaydi botda. O'zining kichkinagina miyangga bu kelmadimi, ha? Bu seni kuzatib yurgan maymunmi? Negadir u ko'zga tashlanmaydi. Yo'q, u umuman Aysga to'g'ri kelmaydi. Lekin Bil nima bo'lishidan qat'iy nazar Valeniyadan ham go'zalroq. Ajoyib qo'yanga o'xshaydi. Meni kuldirmasang-chi. Ays yoqimroq, kuchliroq va yoqimtoyroq, tushunyapsanmi? Nima deyapsan? Atrofimda bunaqa maymun bor ekan, hech qachon kayfiyatim ko'tarilmaydi. Botdan ketdik, Ays. Mana xuddi shuni aytmoqchiman. Ketdik, Bil. Odatdagidek. Guruhlarimizning kelishmovchiligi tufayli. Ilgari boshqacha bo'lganmikin, ha?
Men bunaqa joylarga ko'nikmaganman. Bu axir shu yerda ekansan-da. Janob Hermes, bu yerda nima qilyapsan? Axir chiroyli qizni ko'rmaganmiding? Yo'q, gap bunda emas. Bu yaxshi imkoniyat. U bilan gaplashsang bo'lmaydimi? Bir narsa so'ramoqchiman. Nega sarguzashtchi bo'lding? Chunki avval dodam buni menga aytgan edi. U Orariyada go'zal qizlar va boyliklar nimani xohlasang topasan degandi. Dodam menga chiroyli ayol izlab, uni mazhabiga qo'shilishni tavsiya qilgan edi. Rostdan shunaqami? Dodam qahramon bo'la olishimni aytdi va qila olsam harakat qilishimni aytdi. Sen haqiqatan ham judayam g'alatsan. Aytgancha, raqsga tushmaysanmi? Men qila olmasam kerak. Men avval hech qachon raqsga tushmaganman. Axir bu yerda senga dodang tavsiya qilgan-ku. Dunyodagi eng go'zal qizlar va ayollarga to'la joy. Bu ular bilan tanishish uchun ajoyib imkoniyat. Lekin agarda raqsga tushishni istamasang, men o'zim o'tga boraman. Hurmatli go'zal qilich malika. Men bilan raqs tushishga ruxsat berasizmi? Sigaretchi. Esimga tushib qoldi. Men bitta joyga borishim kerak edi. Lekin sizni taklif qildim. O'shaning uchun meni o'rnimga boshqa birov siz bilan raqsga tushadi. Balki mendan tashqari Bil siz bilan raqsga tushishni istamaysizmi? Qani do'stim, meni sharmanda qilma. Janob Hermes. Men bilan raqs tushishni istaysizmi? Xonim. Albatta. Janob Miyaxa. Haligi men bilan raqs tushishni istaysizmi? Albatta. Asabiylashma va oyoqlaringga e'tibor ber va ulardan ko'zingni uzma. Janob Beldano, agar siz birinchi qadam qo'ysangiz yaxshiroq bo'lardi. Siz sarguzashtchisiz. Uning ko'zlariga qarang. Shunchaki bir-biringizdan ko'zingizni uzmanglar. Hoy, bu kichkina bola bilan nima qilyapsan? Hozirroq bas qil Bilkon. Senga minglanat bo'lsin, o'ylan qo'yvar. Janob Hermes, bundan keyingi voqealarni bo'ynimga olmayman. Xavotirlanma. Men tayyorman. Ottaro, bu yerga Minotaur todasini olib kela olasanmi? Bunday qila olmayman, Freya xonim. Bu mening birinchi marta raqsga tushishim. Rostdan ham shunaqami? Men baxtliman. Rahmat. Xo'sh. Sizlarga ziyofat yoqyaptimi?
Bill. Salom, Hestiya. Bir necha kun oldin o'g'illarim bilan guruhingda muammo chiqibdi. Ha, bu uchun uzr so'rayman. Biroq meni o'g'illarim anchagina jabrlandi. Men buning uchun munosib to'lov talab qilaman. Nimani nazarda tutyapsan? Bill ham uyga kaltaklangan holatda keldi. Bo'lgan voqeada aybimiz yo'q. Ularni ko'rgach gapingda turasanmi? La'natda! Og'riyapti judayam. Bill, nahotki sen bunday emas. Eshitishimcha janjalni sizlar boshlagan ekansizlar. Guvohlar ham bor. Endi bunga nima deysan? Bu oldindan o'ylangan. Bu kulgili emas. Men bundan charchadim. Qani ketdik, Bill. Nahotki aybingni tan olmaysanmi? Hestiya. Demak, boshqa chora yo'q. Apollon guruhi sizlarni jang o'yiniga chaqiradilar. Yashasin, urush o'yini. Apollon, sizlarga omad tilayman. Buni intiqlik bilan kutaman. Agarda biz g'alaba qozonsak, men seni o'g'lingni olaman, Bill Kranelni. Animedia.tv uchun o'zbek tiliga o'girildi, ovoz berdi. Sado, tarjimon Sado, tayingan Sado. Keyingi qismlarda uchrashguncha xayr. Telegramdagi Animedia.tvga qo'shilib qolinglar. Bolajonlar, iltimos.